Adenoma kasalidan men o'sha 5-6 yildan beri og'riyman. Kechalari 3-4 mahal turardim. Ayniqsa qish kunlarida вообще каждый час, каждый 1 soat, 1,5 soat. Adenoma bezini lazer orqali butunlay olib tashladik. Endi bu insonimiz adenoma prostatasidan butunlay qutuldi. Operatsiya juda yaxshi. Bunday успешно o'tdi. Og'ridi, вообще hech narsani sezmadim og'rida. Даже после operatsiya og'riq sezmadim. Siz bilan tanishtirdik, kelib shu milab operatsiyasi to'g'risida menga konsultatsiya berdingiz. Assalomu alaykum. 5 yildan beri qiynalib siygan, quvg'ularda toshlari paydo bo'lgan, siyganda napor yo'q, davleniya siyganda yo'q. Siyib bo'lgandan keyin siydik quvg'in qolib ketadi. Kechalari 3 marta siygan chiqib yurgan bemorimizga biz kechagunda siydik yo'lidan kirib, hech yerini kesmasdan, yormasdan kirib, adenoma bezini lazer orqali butunlay olib tashladik. Endi bu insonimiz adenoma prostatasidan butunlay qutuldi. Bo'lib o'tgan holatlarda operatsiya jarayonlarini o'zidan bir eshitib o'tamiz. Yoshim 60 yoshda, bu yil 60 ga to'ldim. Adenoma kasalidan men o'sha 5-6 yildan beri og'riyman. Последний 2-3 yil ichida, 2 yil ichida bezovta qilib qoldi. Kechalari 3-4 mahal turardim. Ayniqsa qish kunlarida вообще каждый час, каждый 1 soat, 1,5 soatda, yozda kunida 1-2 mahal. Sovuqda qiynaldim, haqiqatan sovuqda qiynaldim. Keyin 2022-yili Yakutskida, men o'zi Yakutskida ishlayman. O'ziga tushsam, nima degan? O'zi mochevой puzыря deb aytdi. Камень mochevой puzыря deb aytdi. Men сразу подозрение qildim o'zim. Значит, adenomadan bo'lish kerak bu deb. Keyin u yerda meni planin порядкida operatsiyaga jo'natishdi. Через uretran tur orqali kirishib turib, дробление qilib chiqib, undan keyin sidik to'liq chiqmasdi. U yerda keyin kamen toshni olgandan keyin menga urologlar ko'rishib turib, omnig ichishni tavsiya qilishdi. Omnig o'sha 2022-yildan beri ichib yurdim. Omnigda kuniga bir mahal ertalab. Omnig ichasiz. Ha. 3 yildan beri. Как раз mana 3 yil bo'ldi-da, kuzda. Ikkichini qilish, omnig ichaman, macha yaxshi chiqadi. Ichmaydigan bo'lsam juda qiynalib chiqaman yoki ba'zi payt muzda suv ichib qo'ysam ham chiqmay qoladi-da. Qiyin bo'ladi chiqishi. Umuman muzda suv shu 3 yil 4 yil ichida muzda suv, gazirovniy, mineral suvlarni umuman даже sovuq choylarni ichmay qo'yganman. Только в теплом виде ichib yurdim. Isirdik, kelib shu milab operatsiyasi to'g'risida menga konsultatsiya berdingiz. Konsultatsiyalar juda yaxshi bo'ldi. Keyin rozi bo'lib shu operatsiyaga o'zim xohishim bilan keldim. Bu operatsiya juda yaxshi. Bunday успешно o'tdi. Og'ridi, вообще hech narsani sezmadim og'rida. Даже после operatsiya og'riq sezmadim. Вообще og'riq meni bezovta qilmadi. Operatsiyadan keyin ham, operatsiya paytida ham. Hozir operatsiyadan keyin o'zi trubkalarni oldinglar, o'zinglar hammasi yaxshi, Allohga shukr. Bu operatsiya bo'lgan bemorimiz o'zlari vrach odam. Vrach bo'lganiga qaramasdan 5 yil doktorga borib, o'zini operatsiya qildirgani qo'rqib yurgan. Endi doktor emas bo'lgan insonlar, oddiy insonlar ko'p yillardan beri aziyat chekib, qiynalib, dardini birovga ayta olmasdan yurgan. Shuning uchun agar bunaqa muammo sizda bo'lsa, sizning yaqinlaringizda, otalaringizda bo'lsa, bizni klinikaga olib kelib, tekshirtirib, shunaqa kasalliklar bormi, yo'qmi aniqlab ketsangiz bo'ladi. Bizni klinikada tekshirgandan keyin dorilash kerak bo'lsa, dorilar beramiz. Agarda lazer yo'lida operatsiya qilib olish kerak bo'lsa, bir kunda qutuladigan operatsiyasini qilib beramiz, xudo xolasa. Yana bir qator eslatib o'taman, hozirgi kunda millab degan operatsiyamiz bor. Bu faqat lazerda olinadi. Yana bir turi bor, tur prostata. Bu tur prostata qilganda prostata bezi to'liq olinmaydi. Bu yana 3-4 yildan keyin qaytalanib qolishi mumkin. Millab operatsiyasida 99% to'liq olinadi. Qaytalanish bo'lmaydi bunda.